Satoru Gojo yomon ustoz. Jo'dgarlar jangidagi eng mashhur, eng kuchli va shuningdek eng quvnoq personajlardan biri. Shuningdek, o'ta mehribon va qo'llab-quvvatlovchi o'qituvchi bo'lishiga qaramay, Gojo Satoru standart ravishdagi sensei sifatida juda ham dabdala. Rostdan ham uni ham Megumi va hamda Yuta kabi o'quvchilarni qay tarzda o'qitishi esiladimi? Shunchaki yuzaki ravishda la'natlangan energiya nima, la'natlangan texnikalar qandoq ishlaydi, bir ikkita maslahat va srazi missiyalarga jo'natish yoki boshqa o'quvchilar bilan trenirovka qildirish. Tan olinglar, biza yaxshi ustoz deb tushunadigan tushuncha va Satoru orasida xuddi cheksizlik bordek. Yuji, Megumi, Yuta hali ham uni erkatoylari. Misol uchun, Maki bilan Nabarani nimagadir o'rgatganini eslolmayman syujet davomida. Kirara degan yana bitta o'quvchi qizi borligini esidan chiqargan bo'lsa ham kerak. Va agar u haqida so'rashsa, "A? Kirara kim u?" deb tirjaysa kerak. Va bu afsuski o'ta yanchli oqibatlarga olib kelgan. Agarda Satoru Yujini asosan faqat erkalatishdan ko'ra rostdan ham tayinli narsalarga o'rgatganda, katta ehtimol bilan Itadori Chiyosonusidan g'alaba qozonardi va buni hisobidan hushidan ketish, sukunatani nazoratga olishi, dahshatli vayronagarchiliklar va Yujin hayotdagi eng katta travmalardan biri sodir bo'lmasdi. Megumi kichkinaligidan beri Satoruni "Mandan ham kuchliroq bo'l" degan iltimosini amalga oshirish uchun har doimgi stressda bo'ladi. Buni oqibatida va Okeyjon otajonidan tayinli dars bo'lmaganidan Maharagani даже birorta qiz yelkasiga turtilib ketsa, chaqiraverish sindromi va xuddi o'sha Jinurga Shibuya uni deyarli o'limi. Eng kulgili tomoni, Satoruni o'g'ilchasini uni asosiy raqibi Sukuna qutqarib qolgan o'sha paytda ham lol. Yuta bo'lsa vobshe o'zini do'stlarini qutqarib qolish uchun to'g'ridan to'g'ri ma'noda jonini garovga qo'ygandi va bu dunyoni tark etishga tayyor edi. Nabara haqida-ku yaxshisi gapirmaganim ma'qul. Va afsuski bularning hammasida даже Satoruni unchalik ayblash xohlamaydi odam, chunki u ham o'smirlik davridagi travmasi sababli odamlarga juda ham emotsional yaqin bo'lishdan qo'rqadi. Plus 6 ta ko'z juda ham foydali, noyob va qudratli artefakt bo'lishiga qaramasdan, boshqa tomondan haqiqiy la'nat. Chunki tasavvur qilinglar, sizlar tug'ilgan yildan beri o'tayotgan talantlisizlar va butun umr bir sohani o'rganib, unda eng yaxshisiga aylanib, eng pastki darajalarni boshqalarga o'rgatishga harakat qilish, bu shunchaki sizlarning darajanglar uchun parallel mavzuga aylanadi. Nima bo'lganda ham shuncha tanqid va Makimaga o'xshagan hot take'lar keltirganimga qaramasdan, Satoruni baribir o'zim personaj sifatida yaxshi ko'raman hali ham. Va katta ehtimol bilan butun Jujutsu'dagi favoritim. Yuqorida aytganimdek, Sugurudan keyin u o'z odamlarga unchalik bog'lana olmaydi va shuning uchun ham ba'zi o'quvchilar bilan muammolar bor. Lekin nima bo'lganda ham uni o'quvchilari hikoyaning oxiriga kelib eng kuchlilarga aylanadi. Yuji misol uchun qo'lbola va qalb bo'yicha eng kuchli afsungar, Yuta to'g'ridan to'g'ri gigantik la'natlangan energiya egasi va uni mahorat bilan ishlata oladi. Maki butun Jujukadagi anomaliya va butun boshli qudratli afsungarlarni yakka o'zi qirib tasholgan klanda, Hakari bo'lsa butun boshli biznes egasi va eng unikal, ajoyib va g'oyaviy jihatlama eng foydali hududni kengaytirish sohibi. Bularning hammasiga kanishni bechora bolalarning boshiga tushgan tragediyalarning sababchisi bo'ladi. Lekin Saturn metanining ham o'z qissasi bor. Buni ustiga professional jihatlama yomon ustoz bo'lishiga qaramasdan, u bir talay qarbiga yaralangan o'smirlar uchun haqiqiy qayg'uman o'qituvchi va hattoki katta aka shaxsiga aylangan. Yuji va Yutani haqiqiy o'limdan saqlab qolish, Nabarani Tokioda kutib olish va joylashishga yordam berish, Hakari va Kiraraga hattoki maktabdan chetlatilganda yangi hayot topishga ko'maklashish, Makini Zenin klanidan himoya qilib, har doim qurol-yarog' bilan ta'minlash va Megumini kichkinaligidan beri o'zi tarbiyalab o'stirgani. O'qitish metodlari shubhali bo'lishiga qaramay, o'z o'quvchilariga nisbatan cheksiz mehr va o'zida bo'lgan qiyinchiliklarga qaramay, beg'ubor bolalik va o'smirlik yillari bo'lishini ta'minlay olgani uchun Satoru Gojo ajoyib personaj va yaxshi inson bo'lib qoladi.